Assalomu alaykum. Dokumentidan zo'rg'a qutulib chiqib, endi joyiga qo'ydim. Bu yasan tez dedi. Keyin dedi. Hop dedim. Ha keyinaman ko'ramiz qani. Ha o'rtoqlar yasan oldik endi. Ochishga boshlaymiz xudo xohlasa. Endi nima bahana topar ekan? Ha, o ertaga ham kish kelsin. Yan kish kerak bo'lmasa bunga ham oz boshimda bo'lsa, terchakka. Na izvoratda ba'zi bir kontoralar. Yalnız endi ilojimiz yo'q. Terchakka topamiz. Ne bilet kiyib zaybalik tashladi. Bu ham uni kiyib olsam oyog'imni uni. Oxirigacha kiydi. Bu 56 razmer bo'lsa bilet. Bilet zaybalik vardı var. To'g'risi shunaqa so'zingiz oxir betiga pashol naxu deyapti. To'g'risi u tushunga yo'q. Bilet shunaqa ham bo'ladi, yana. Davomini ko'rakchi bag'ini ochaylik endi. Ha, men chiziqchiga olib kirib qo'ydim mana. Mana shu yerda tur dedi. Yechintirib qo'ydim mashinani. Buni qanday kiyaman o'zlaringiz ayting. 56 razmer. Men oxirigacha taqasam mana qancha qolib ketyapti. O'zi zo'rg'a yuribman billah. Qitgan to'ray ekan bormi? Seriozmi? Darazlar. Hech kimga tavsiya qilmayman. Qitgan to'rani bor. Oyog'imga katta deganimga sal tushunmaydi, billah kiydiratdi. Shunaqa so'kingim kelyapti. Uxlab turgan negerda shunaqa urgim kelyapti bor. Nega qo'yatqizib qo'yib karada ustidan yurib ketyapti. Oxir ketib turganda bo'pti deb ketaman, o'shandanda pura yuki bilan o'tib ketsam yaxshi bo'lar, mazaqlar nima bor. Darazlar billah. Chivorar ekan bular bor. Darazlar kiyib chivorazmi? Oya, meni da turibman. Bir noqulay. Hech kimga tavsiya qilmayman kontor, hech kim boshiga tushmasin. Ko'tgan to'ra ekan bor.